Sharqi Turkistonning mo'l yer osti boyliqlari Xitoyni kun sayin beyitmoqda. Sharqi Turkistonning boyliqlari bu yilning 5ida bayqalgan oltin va ko'mir konlari bilan bu yilning tunji faslida Xitoyning davlat ichi ishlab chiqarish umumiy qiymati oldingi yilning o'xshash mazgiliga qaraganda 6.4%, buningdan oldingi bir faslga qaraganda 1.4% oshgan. Xitoy davlat statistika idorasining bildirishicha, bu yilning tunji faslida Xitoyning davlat ichi ishlab chiqarish umumiy qiymati oldingi yilning o'xshash mazgiliga qaraganda 6.4% oshgan. Sharqi Turkistonda qimmatli madaniyat meroslari yo'q qilinib, ularning o'rniga Xitoy madaniyatini namoyon qiladigan yangi qurilishlar insho qilinmoqda. Sharqi Turkistonning Qashqar shahriga berib ziyoratda bo'lgan New York vaqt gazetining muxbirlarining bildirishicha, Qashqar shahrining uzun tarixga ega o'ltiraq rayonlarining qayta qurish va shahar muhiti degandek bahonalar bilan yiqitilib, o'rniga Xitoycha imoratlarning selinganligi bildirilgan. Muxbirlarning Xitoy soqchilarining ularni yerlik kishilar bilan aloqa qilishdan to'sqanligini, odatda minglagan kishi namoz o'qiydigan Heytgoh jamiasida faqat 50 kishining juma namozi o'qiganligini, ularning bu karta o'qitib bexatarlik tekshirishdan o'tib kirgan kishilar ekanligini bildirdi. Xitoy Ozodlik armiyasiga qarashli havo armiyasi Su-35 tipli ko'p iqtidorli chorlag'uvchi Plankart-E urush aeroplanlarini Rossiyadan topshirib oldi. Rossiya Federatsiyasi harbiy va texnika hamkorlik organining Rossiya TASS agentligi bildirishicha, to'xtamga asosan barliq Su-35 urush aeroplanlari chet ellik xaridorlarga yetkazib berilgan. Peruning sobiq davlat raisi Alan Garcia'ning soqchilarning qo'lga elishidan burun o'zini tapancha bilan otganligi bildirildi. Uning navbatdagi ahvoli og'ir bo'lib, qorxorlik bilan ayblangan Garcia uchun sud mahkamasi tarafidan tutish buyrug'i chiqarilgan edi. U o'zi haqidagi ayblashlarni rad qilgan bo'lib, Alan Garcia 1985-yildan 1990-yillari, 2006-yildan 2011-yillar orasida Peruning raislik vazifasini o'tagan. Liviyada general Xalifa Xaftar poytaxt Trablusni qo'lga tushirish to'g'risida buyruq tushirib, oradan 2 hafta o'tgandan keyin Milliy ittifoqdosh hukumatga qarshilik barliq saflarga qarshi hujumga o'tishga boshladi. Ikki taraf orasida o'rchab shakldagi to'qinishlar davomlashmoqda. Yana bir tarafdan Yevropa ittifoqiga a'zo 28 davlat Sudan hokimiyatining tez shaklda butkul huquqiga ega bo'ladigan bir fuqaroviy hukumatga o'tkazib berilishini chaqiriq qildi.